Üzümdeki ü. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. Ü. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ü'ning ayrim shakli. Misol 3. Ü'ning ayrim shakli. Misol üzük. Ü'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol gül. Ü'ning oyog'idan olinadigan shakli. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. 3. Ü harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Üzük. Ü harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Gül. Ü harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Ü harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Un, tun, süt, öz, tuz, so'z, ü, züş, üzüş, ü, nüş, ünüş. Ürümçi. Ürümçi memleketimizdeki çoğu şehirlerinin biri. O, Şinjan Uyghur Abnum rayonunun merkezi. Şuningdek, siyasi, iqtisod, madaniyat, ma'rif ve ilim-fan merkezi. Ürümçide Xalq Sarayı, Abnum rayonluq muzey, Xalq maydoni, Xalq teatrxonasi ve bir qancha oliy bilim yurtlari bor. Haybatli Qizil tog' Ürümchining husniga husn qo'shib turdi. Bu şehirde her millet balları inak ve xoşal xuram yaşaydı. Biz Ürümchini qizg'in suyimiz ve onu texmi güzel şehirge aylandırımız.